Tılsımlar dünyasida nur quchqan olim Rishad Abbas. Adabiy axborot. Abdori Qaysar Mijit. 4. İlim fənnin vəzifəsi dünyani, şeylərni və hadislərni düşündürüş. Həmdə onundan erişkən xulasını insaniyyətnin paravallık üçün tətbiqlaş. Məsələn, öpkü raki nemişqi payda buludu? Onu tamaki çekiş keltirib çıqardı mı? Tamaki çekiş bilan öpkü raki o'ttirsidagi munosabat zodi qandaq? Mana bu bir meditsina tadqiqotchisi qiladigan ish. Nima uchun ba'zi odamlar rak kasalligiga giribdor bo'ladi? Uning sababi ximiyalik omillarning ta'siridanmi yoki genning genetik ta'siridanmi? Mana bu bir dori tadqiqotchisi tadqiq qiladigan masala. Boshqa sharoit o'zgarmagan ahvol ostida bir gallon gazning bahosi $1 oshirilsa, uningga bo'lgan talab qanchalik tuvallaydi? Mana bu bir iqtisodshunos tadqiq qiladigan masala. Jamiyatda kuchli ta'sir qo'zg'agan, ma'lum ahamiyatga ega voqea va hodislarning orqa ko'rinishini va yoki shaxslarning tarixini, ish izlarini bəddiy yo'sinda bayon qilish orqali jamiyatda sog'lom bo'lgan ijtimoiy muhit va aktiv kayfiyatning yoritilishiga oz to'las qo'shish maqsadida izdanish u bir adabiy axborotchining vazifasi. Men doğru tadqiqot ilmi bo'yicha Uyg'urlardan yetishib chiqqan xalqaroliq saviyaga ega bu olimning o'sib yetilish tarixini bilmek hamda zodi qandaq omillarning uningga ta'sir qilganligini tushunmak maqsadida izdanish lashkarlarimga buyruq berdim. Safarni nereden boshlash kerak? Ma'lum sohada natija qozongan shaxslarning muvaffaqiyat tarixi odatda ularning o'sib yetilishida mundaq 3 omilning ta'siriga uchraydiganligini ko'rsatadi. Oilaviy muhit, jamiyat muhiti va ma'rif tarbiyasi. Odam asosligi mana mushularning ta'siri ostida o'zining kishilik fazilatini, xarakterini va shundoqla shaylarga bo'lgan qiziqishini yetildirdi. Shundoq bo'lganlikdan tabiiy holda men doktor Rishadning oilaviy muhitiga, uning kelib chiqish tarixiga qarab chiqdim. Rishad Abbas 1960-yili avgustda Atishda tug'ilgan. Rishadning onasi o'z yurtiga qaytib berib, bo'shangandan keyin Abbas Borxon va Mariya Ablis ayol ikkisi bu vaqt Rishadni elib Urumchiga, ya'ni o'zlari xizmat qilayotgan va yashayotgan shaharga yenib kelgan. Rishad shundan e'tiboran Urumchida bir ziyoli oilasida Uyg'ur elidagi mashhur oliy ma'rif gulshani bo'lgan Xinjiang universitetida o'sib yetilgan. Uning dadisi Uyg'urlardan chiqqan dangliq tabiiy fanlar olimi, fanni umumlashtiruvchi yozuvchi, fanni umumlashtirish ishlari bo'yicha bir umr o'z xalqiga hormay talmay xizmat qilib kelgan va hali ham ilmiy xizmatlarni davomlashtirayotgan Uyg'ur avtonom rayonlik fan texnik sohasida emas, balki yana Jungo fan texnika doirasidami cho'ng ta'siri bo'lgan Uyg'urlarning mashhur
jamoat arbobi, hurmatlik ustoz Abbas Borxon apandidir. Mən Abbas Borxon apandining nomini Ulug' Chatda to'liqsiz o'ttirning 1-yilligida o'qiyotganimda Ismoiljon Rayim ismlik botanika o'qituvchimizdan anglagan va keyincha bu olim yozgan Qushlar insonlarning do'sti, irsiyat va irsiyat qurilishi qatorliq kitoblarni o'qish fursatiga erishgan bo'lib, o'smir chog'larimdan boshlabla bu zotga cho'nqur hurmat tuyg'usida bo'lgan edim. Ko'rginingdan ko'pdir ko'rmagining. Ko'rmaganni ko'rarsan, o'lmagining degandek, men Abbas Borxon apandini 1997-yili yoz mezgilida Urumchida ko'rishga muyassar bo'ldim. Tabiatidagi kichik fe'llik, muloyimlik va mehribonlik ham haqiqiy ma'nodagi bir olimda bo'lishga tegishlik odamiylik xislatlari menda cho'nqur ta'sir qoldirgani uchun mazkur axborotda bu zot haqida 2 ig'iz to'xtalib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Abbas Borxon apandi 1932-yili oktabrda jaholat va nodonlik dastidan qorong'ulikda qolgan Uyg'ur jamiyatiga madaniyat va oqartish mash'alini yoqqan Uyg'ur hozirgi zamon ma'rifi apridi bo'lgan Uyg'urlarga mashhur ona makon Atish shahrining Ustun Atish yezisi Iksoq kentida bir ma'rifatparvar oilada dunyoga kelgan. Oilasi va atrofidagi muhitning ta'siridan bo'lsa kerak, u kichikidilla ilmga erisman bo'lib yetishgan. Balaliq va yoshlik mezgillaridan tortibla ajdodlarining irodasiga varislik qilib, fan texnika urug'ini o'z xalqining qalbiga chechish, fan madaniyat orqali xalqni oqartish, ularni ro'naq topqizishdan iborat muqaddas istakni ko'ngliga pukkan. Abbas Borxon apandi o'zining yarim asrlik ilmiy izdinish va fan tadqiqot xizmati bilan shug'ullanish jarayonida har xil gazet jurnallarda 400 parchadan ortiq fanniy maqolalarni e'lon qildi hamda 20 ga yaqin ilm fanni umumlashtirishga oid kitobni yozib chiqdi. U yana fan texnik sepidagi rahbarlik rolini unumlik joriy qildirib, Uyg'ur avtonom rayonida nisbatan sistemalik va muntazam bo'lgan fanni umumlashtirish tuzilmasini qurib chiqishda loyihachi, tashabbuschi, boshchi va yetakchi hamda kuchli qo'llag'uchi bo'ldi. Bugungi kunda Uyg'ur tilida nashr qilinayotgan bilim kuch, fan va turmush qatorliq fanniy jurnallar mana bu hurmatli ustozning bevosita ajrining meg'izlaridir. Undan boshqa u yana har xil amaliy qiyinchiliklarni yengib, Uyg'ur elida tunji fan texnikani umumlashtirish nashriyotini o'z qo'li bilan qurib chiqdi. Abbas Borxon apandining to'hpisiga loyiq jamiyat uningga nurg'un shon-sharaflarni ato qildi. Nurg'unlagan mukofotlarga erishganini bu yerda so'zlamayli qo'yay. 1986-yili Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning bergan fan texnika urug'ini chochquchi degan nom uning o'z xalqiga qo'shgan to'hpisini muayyanlashtiradigan eng muvofiq bahodir. Ma'rifatparvar xalqimizning ham bu zotga alohida hurmat bildirishidir. Masalan, Abbas Borxon apandi uyidan chiqib sirtqa manganda mahallasidagi tijoratchilar,
aşxana egilleri. Özü kichik bel, xalq bilan bir saptiki bu zatni hurmat bilan mundaq taklif qilishadiganligini Abbas aka bilan paranglashib ketayotgan vaqtimda bir necha yerdan anglab, hayron va qoyil bo'lgan edim. Efendim, qasqonga solgan mantılar pishib qoldi. Mantığı ig'iz tegib mangsla. Efendim, toza qora qo'yning go'shida mazzilik qilib, bessiq kebab qo'yib beray. Yevalsla. Doktor Rishad Abbasning apisi, marhuma Mariya Ablaz xonim, Uyg'urlarning hurligi va baxti uchun bir umr kurash qilgan. 3 viloyat inqilobining qaysar jangchisi va qobil tashkillovchi Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'li marhum Ablaz Niyoz apandining qizi bo'lib, men bu yerda oldi bilan marhumning yotgan joyiga jannat tilash bilan birlikda Mariya xonim haqida, ya'ni mushundaq bir faxrlik o'g'lonni tug'ib va yetildirib chiqqan ulug' ona haqida 2 ig'iz aslab o'tishni zarur deb qarayman. Chunki bu dunyoda yaxshi ish, yaxshi insonlar hurmat va seg'inish ichida aslinib tursa, hayot yashayotganlarning yaxshilik bilan yashab o'tishiga ulga va turtki bo'ladi. Eski ish va razilliklar nafrat ichida so'zlanib tursa, hayot yashayotganlarga nisbatan ogohlantirish bo'ladi. Marhuma Mariya Ablaz xonim 1938-yili 18 martda Atishning Kataylaq yezida bir ma'rifatparvar va inqilobchi oilasida dunyoga kelgan bo'lib, 1952-yillarda Uyg'ur Abdunum rayonluq meditsina maktabida kelinkilik davolash kasbida o'qish bitirib, Uyg'ur oliy ma'rifining ko'zi bo'lgan universitetda doktor va bosh doktor bo'lib, 40 yildan ortiq jon pidolik bilan xizmat ishildi. Pensiyaga chiqqandan keyin hayotni qizg'in so'ydigan va ishchanlikning, tirishchanlikning insonga saodat elib keldiganligiga ishonadigan aql farosatlik bu suyimlik ana Uyg'ur tatliq yemakliklarini tovarlashtirib bozorga selishning mumkinchiligini va shu orqali ish kutib turgan ba'zi xonimlarni ishga o'rinlashtirib, Uyg'ur oilalaridagi iqtisodiy qiyinchiliklarni o'z amgiki bilan yeniklatgili bo'ldiganligini to'nib yetib, Urumchida tunji qitim Uyg'ur tort yemakliklari korxonasini qurdi va nurg'un xonim qizlarni bu sohada yetildirib, Urumchining ko'p o'rinlarda tatliq yemakliklarni pishirib setish do'konlarini qurishga yordamda bo'ldi. Keyinchi u o'zining muvaffaqiyatlarini Uyg'urlarning boshqa sohalariga kengaytdi. Uning tajribasidan ilhom olgan nurg'unlagan xonimlar ashu xil egilik tiklash yo'lidan mengib, ham o'zining yashash sharoitini yaxshiladi, ham boshqalarga soyasini tushirib, ularga xizmatga o'rinlash fursati yaratib berdi. 5 yil ichida Mariya Ablaz xonimning ajri bilan yoritilgan va taraqqiy qilgan bu korxonchilik kasbi Uyg'ur elida umumlashib, 30-40 atrofidagi shahar, noya, kent bozorlarda bo'lib, 1000 ga yaqin pishirib setish do'konlari qurilib, necha minglagan Uyg'ur xonim qizlarining ishsizlik va oila iqtisodiy masalalar hal bo'ldi. Marhuma Mariya xonim oq ko'ngil, sehi ham yaxshi niyatlik inson bo'lib, hayot chig'ida yordam qo'lini iqtisodiy qiyinchilik tufayli
azap tortiyotgan og'riq siloqlarga va kambag'al yetim yesirlarga sunganlik uchun 2004 yili 7 ayning 17 kuni Mariya xonim vafot bo'lgan kuni kishilar Ürümçi osmonidan bir xayr saxovat yulduzi o'chdi deb hasrat chekishdi. Rishad Abbas Uyg'ur xalqining mana shundoq bir jup munavvar o'g'il qizining farzandi. Doktor Rishad Abbasning yetilib chiqishini dialektik nuqtai nazar bilan kuzatganda bu yerda tilga ilishga tegishlik ikki sabab bor. Biri tashqi sabab, yana biri ichki sabab. Rishad Abbas o'zining ilm fanga yerismanligini, atrofidagi shaylarga bo'lgan qiziqishini, xarakteridagi ig'ir besiqligini olim dadisidan o'rnak olgan bo'lsa, o'zining boshqalarga ko'ngil bo'lish, mas'uliyatchanlik va doğru tadqiqot ilmiga bo'lgan qiziqishini apsining doktor ekanligidek sababning o'zining idrikini o'yg'itishidan deb qaraydi. Aqlimga kelsam deb gap boshladi u. Texi yaqinda Bostonga ilmiy muhokama yig'iniga kelgan payt dadamning doim kitob va qog'oz qalam bilan hafizlashib yurganini ko'ratdim. Bizni o'ynatqili sirtqa ilib chiqsimi, yakshanba kunlarimi, sahardimi, kashdimi, qachonli bo'lsa, azroq bo'sh vaqti bo'lsa-la, kitob ko'ratdi. Ha, deb bir nimalarni yozatdi. Men kichik bo'lg'achqa, kitob degan zodi qandoq qiziq narsa-du? Dadam bunch ishchi kirib ketgudak deb o'ylaydim. Hatto nechirat dadamdan. Dada, sening bizga o'xshash sirtda o'ynag'on kelmamdi? Deb so'rg'inim esimda. Dadamning choyni qiniq damlab olib, yeziqchilik ustalida bir nimalarni yozadigan qiyofati hozirgacha ko'z oldimda. O'g'il bola dadisini do'raydi deb, menmi boshlang'ich maktabning 3-yilligidan boshlab dadamning yenida jim o'ltirib, gap so'z qilmay, kitob ko'rib, o'rganish qiladigan odatni yetildirdim.